Turbo tezligidagi drabilkalar. Assalomu alaykum hurmatli chorvador akalar. Yaxshimisizlar? Bugun biz 10 ta molingiz bo'ladi, 2 ta bo'ladimi yoki 15 ta bo'ladimi? Sizlarga turbo tezligida, bilasizlar, turbo tezligini gazni bosganingizda o'ta qattiq tezlaveradi va sizning mollaringiz misol uchun mana shu somon bo'ladigan bo'lsa, shunday beradigan bo'lsangiz, bilsangiz nushqi chiqarib yoki poyani beradigan bo'lsangiz ham nushqi chiqarib va sizni xarajatingizni oshib ketishiga sabab bo'ladi. Sizda uyingizda don bormi yoki bunga o'xshash makka poya bormi yoki beda poya bormi, somon bormi, hammasini yanchib tashuvchi turbo drabilkalarni sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Xullas, videoni oxirigacha ko'rasizlar, sizlarga nech voltgacha ishlaydi va nechta pichoqlari bor, qanaqa dastavkalari, narxlari haqida gaplashib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rasizlar, qani biz boshladik. Shu turbo drabilkalar muallifi, assalomu alaykum. Ulug'bek aka, qalaysiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi bo'ldi. Rahmat. O'tgan safargi chiqargan videomizdan ko'pchilik manfaatdor bo'pti. Biror kishi menga telefon qilib, mana shu drabilkadan minus bo'ldi yoki yetib kelmadi degan narsa bo'lmadi. Shuning uchun sizning videongizni yana bir marotaba chiqarishga harakat qilyapman. Xo'p, Ulug'bek aka, bu yerda necha xil drabilkalaringiz bor? Xo'p, avvalo assalomu alaykum hammaga. Bu yerda 2 xil drabilkamiz bor. Hampali, turbali, misli, admotkali, alyumin admotkali. Ikkalasi ham 6,5 kilovat, 3,5 ham bir o'tdan aka. Samazashda relalari. Samazashda relalari, kulchatorlar, voltmetrlari hamma ichida zavodskiy bor aka. Ishlari mahalliylar 22 ta pichoqli aka, kalyonni. 10 kilo chiqadi mahalliyimiz aka. 10 kilo. Bemalol yetalashga qulay, yonboshlaydi aka, ho'li quruq tanlamay chiqaraveradi aka. Bemalol chiqaraveradi aka. Juda zo'r. Qarang, bu drabilkalaringiz necha voltdan necha voltgacha ishlaydi? Hop, alyumin admotkaligi 190 voltdan boshlab ishlayveradi aka. 180, 190 da ham ishlayveradi aka. Tushunarli. Misliga 220 da ishlaydi aka. Juda zo'r. Ko'pchilikka narxi qiziq. Qanchadan qanchagacha drabilkalaringiz bor? Hop, aka, alyumin admotkalimiz aka 2,5 million so'm aka. Mis admotkaligi 2 million 800 ming so'm aka. Tushunarli. Bundan sal arzonroq qilish imkoniyati yo'qmi aka? Bor aka. Chorvadorlarimiz bor. Ko'pchilikni qurbi yetadi, ko'pchilikniki yetmaydi. Shunga buni nimadirini tekin qilib berasizmi? Nimalari bor? Misol uchun shu narx ichiga nimalar qo'shiladi? Buni narxisiga ichida setka petkalar hamma qo'shiladi. Dastavkasini kelishtirilgan holatda vodiy bo'ylab besplatni yetkazib beramiz aka. Vodiy bo'ylab besplatni. Vohalarga kelishilgan holatda. Vohalarga kelishilgan holatda yetkazib. Necha xil setkasi bor? Aka, buni o'zida bilan 4 xil setkasi bor aka. 4 xil. Tushunarli. Un shakliga ham keltira oladi. Un shakliga ham keltiradi. Bug'doy, makka, yorma, qo'ybob, molbob qilib chiqarib beraveradi aka. Juda yaxshi. Keling. Shuncha gapirgandan ko'ra bitta chiqarib ko'rgan yaxshi. Shuni bitta chiqarib ko'rsak nima deysiz? Bo'ldi aka, chiqarib ko'rsak. Bitta yurgizingchi aka. Hurmatli akalar, kuzatasizlar. Xudo xolasa buni yurgizish jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz va bizni kuzatishda davom etasizlar. Xo'p, bu bemalol aravaga o'xshab yetalab ham ketilaveradi, shundaymi? Bemalol yetalab yotqiziladi, bu tomondan bachki tiqilaveradi, ha? Bachki solinaveradi aka. Tushunarli. Avtomatlari bor. Voltmetrlari bor, mana ko'ryapsizlar. Juda zo'r. Avaroti 3850, yo 2850. Avarot tezligi qancha? Avaroti 3,5 ming avarot. 3,5 ming avarot. Juda zo'r. Bosinchi bitta makkani ko'raylik. Hozir mana makka poyasi dumbuli bilan biz dumbulni sirus qilamiz. Setka qo'yilmagan variant, shundaymi? Setka qo'yilmagan variant. Umuman setka qo'yilmaganda qo'l makka poyani shu holatda chiqaryapti. Mana ko'rib turibsizlar. Juda ham zo'r. Bu qarang, bitta nimasini ham qo'yib, setkasini ham qo'yib, qo'ybob qilib bitta ko'rsatasizmi deyman. Bo'ldi aka. Bo'ladimi? To'la to'kib. Xudo xolos. Almashtirishlari. Setkalar yonboshdan tushadi. Bemalol, qiyingarchiligi yo'q, ha? Qiyingarchilik yo'q, mana bo'ldi. Qo'yga tayyor bo'ldi. Qo'yga tayyor. Hop, bitta somon, ha?
Aha. Mana qo'yga somonni nimadir bo'ldimi? Svet o'chdimi deyman, ha? Svet o'chib qoldi ekan. Svet o'chdi. Mashallah. Svetimiz o'chdi. Hozir cho'chikda o'chmadimi? Xullas, mana shunaqa holat ham bo'lib turadi. Svetlar o'chib turadi. Pichoqlari ko'rsatib qo'yaylik. Shu holatda ham mana. Pichog'ini ko'ryapsizlarmi? Xullas aka, nimalari, misol uchun hamma yo'g'i joy-joyida, vibratsiyalari, nimalari yo'q-a? Yo'q. Juda yaxshi. Ko'rding? Ketdi. Svetimiz yondi. Xudo xolasa. Bo'ladi aka, bo'ladi. Xullas, bekorga turib bo'lmasda, ko'ryapsizlarmi? Umuman hamma joyini. Buni qarang, yaqinroq oling deb. Tamom, endi. Sirazi kattaroq idishga bosib, buni bemalol tert qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Bemalol qilib ishlatsa Juda ham ham zo'r. bo'ladi. Xullas, dastavkalarini aytdingiz. Vohalarga kelishilgan holatda bizni obunachilarimizga misol uchun birinchi 10 talikami yoki nimadirga ozgina bonus qilmasangiz bo'lmaydi. Bu safar men bitta obunachimizga bonus qilib bermasak biror narsani bo'lmaydi. Xudo xolasa. Bo'ldi, birinchi 10 talikka qattan bo'lishidan qat'iy nazar dastavkasini ichida qilib olib bortirib beramiz. Qayerdan? Uyiga. Uyigacha olib bortirib beramiz. Ishlatib berasiz. Ishlatib, yurgizib ko'rsatib beramiz. Tushunarli. Tekinga. Tekinga. Qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar. Aha. Qarang, to'lovlari qanaqa usul? To'lovlari uyga yetib borganda ishlatib, yurgizib ko'rsatib, shopirlarga pulini sanab berilaveradi. Shopirlar o'zlariga berishadi, shundaymi? O'zlariga beraveradi. Juda zo'r. Motor quvvati qancha? Motorning quvvati 6,5 kilovat, 3,5 ming оборот aka. 6,5 kilovat. 6,5. Soatiga 6,5 kilovat rasxod qiladimi yo sinovdan o'tgani qancha bo'ldi? Soatiga 6,5 kilovat rasxod qiladi. To'shni rasxod qiladi. To'shni rasxod qiladi. Undan kichik variantlari-chi motorlar? Undan kichik variantlarni zakazga qarab qo'yib bosib berilaveradi. Tushunarli. Bu xampali varianti ham, dumaloq varianti ham narxi bir xil. Shundaymi? Bir xil. Ikki xil emas. Yo'q, bir xil aka. Misligi 2 million 800 ming so'm, alyuminiyligi 2,5 million so'm. Tushunarli, juda zo'r. Bitta donni ham chiqarib ko'rsatamizmi? Aha. Bo'ladimi? Bo'ladi. Mana yaqinroq kelib olsangiz ham bo'laveradi. Bu drabilkalarimiz, misol uchun bu donli varianti ko'pchilikka misol uchun don chiqarishlari ham mumkin. Mana makka sotasi bilan va bu yerda bug'doy ham bor. Mana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa, hamma yo'g'i boshlandi. Bu makkalar umuman to'xtalish yo'q, ko'ryapsizlar. Mana hozir so'ganingizni olib so'raymiz shunga. Qarang, mana solindi-yu. Qancha vaqtgacha bu yurib tursin? 1 minut, 2 minutgacha yurib turish kerak, ichidan chiqarib 1 olingiz. minut, 2 minutgacha yurib turish kerak. Aha. Tushunarli. Mana bu sotali variantini ko'ryapsizlar. Mana uni. Nima qilib olganini ko'ryapsizlarmi? Bitta sotasi bilan bu. Bu hozir sotali variant, shundaymi? Sotali varianti bu. Juda ham zo'r. Bug'doydan ham ozgina chiqarib ko'ramizmi? Yo'q. Bo'ldi. Yoki bug'doyni keling, o'zlari xarid qilishib, uylariga borganda bug'doyni chiqarib ko'rishadi. Nima dedingiz? Bo'laveradi. Bo'ladimi? Aha. Bu yog'i o'zlariga bog'liq. Xudo xolasa akalarimizga manzur bo'ladigan bo'lsa, garantiyalari qanaqa buni aka? Garantiyalarini so'ramabmiz. O motorlar yangi, o'ziga 6 oyga garantiya aka. O'zini, ya'ni biror yerga biror narsa shikast yetsa 6 oy 6 oy garantiya almashtirib, hamma yo'qolib qo'yib beriladi aka. Ko'pchilik savol beryapti aka, kommentariyalar o'qiyman-da, sizlarning kommentariyalaringizni o'qiyman. Mana bu variant, buni yoni bor-ku. Necha qalinligida shuni so'rashyapti. Bu aka 4-5 mmlik qalinlik turbadan. 5 mmlik trubadan qilinadi. Turbadan qilinadi. Lismasa? Yo'q. Juda zo'r. Mana o'sichi, mana o'si. Bular listdan qilinadi bu.
asosiy misol uchun yediriladigan yeri shu. Aha. To'g'rimi? Ancha muncha yedirilmaydi-ku, ichida mahaviy asosiysi mahaviy bilan motori. Eng asosiy qismi. Mahaviylik varianti bu. Mahaviyli varianti bu. Tushunarli. Pichoqlarini 22 ta dedingiz-a? Aha, 22 ta pichoqli. 22 ta pichog'i bor. Kalyonni aka. Kalyonni. Germanskiymi pichoqlari? Ha, germanskiy kalyonni pichoqlar aka. O'tda tovlangan deydi. Tushunarli. Hozir qarang, bitta dilni xira qiladigan yeri bor, pichog'i ko'rdim, bitta drabilkada. Nomini aytmayman, sababi o'zlari xafa bo'lib qolishlari mumkin. Hozir dalni moment Admotka ustidan kelayotgandim. Pichoqlari sinib ketibdi. Olinganiga bir 15 kun bo'libdi. Pichoqlari sinib ketibdi va motori qisib qolgan. Qo'ng'iroq qilsa, birorta admotkachi ustaga ko'rsating deyishibdi, bo'ldi, qutulishibdi. Shunaqa bo'lishmasin. Ishonchlisi turbo drabilkalari, xudo xolasa, bemalol. Sizda unaqa narsa bo'lmaydi-a oldinda. Yo'q, bo'lgan yo'q. O'layim men sizni. Sababi ertaga sen gapirgansan deyishadi. Xudo xolasa shunaqa variantlar bo'lib qoladigan bo'lsa ham, bemalol pichog'ini berib almashtirib berilaveradi. Almashtirib qilib 6 oy ichida. 6 oy ichida qilib beriladi. Juda zo'r. Hisobga olib qo'yasizlar, xudo xolasa, uylaringizga yetib boradi va bemalol xarid qilib, uyingizga borgandan keyin pulini sanab beraverasizlar. O'ylamanglar, bu drabilkani zakaz qilsam-u, pulini tashab bersam-u yetib kelmasa-chi deb. Shuning uchun sizlarni o'ylab, uylariga borganda ishonchli bo'lish uchun xudo xolasa, pul sanab. Yana bir narsa, shunaqa holatlar ham bo'ldimi? Misol uchun zakaz qilishib uyga borgandan keyin olmagan variantlari ham bo'ldimi? Hamma yo'g'i joyida. Hamma yo'q joyida olib bordi, yurgizib ko'rsatdi, aytgan hamma yo'qni chiqarishib berdi. Chiqarib berdi, u dedi, bu dedi, olmadi. Shopirimiz qaytarib yuklatib ketayotgan joyida boshqa mahalla, boshqa qo'ni-qo'shnisi olib qoldi aka. Olib qoldi. Olib qoldi. Shunda mahalladan chiqib ulgurmadi drabilka, qaytarib olib qolishdi. Juda zo'r. Xullas, o'shaning uchun zakaz bergandan keyin necha kun ichida yetib boradi? Vodiy bo'ylab 3 kun, vohaga uzoq qilib kelsa 6 kun ichida yetib boradi. 6 kun ichida yetib boradi. Drabilkani zakaz berdilaringmi? 2 million 800 mingga kelishgan bo'lsalaring, 2 million 800 ming so'mda chekkaga qo'yib, drabilkani kutishlaringni tavsiya berib qolardik. Boshqa variantga o'tib, qo'ng'iroq qilib, 6 kun ichida 10 tasiga o'tib ketishni umuman istamasdik. Xudo xolasa, kimga shunaqa drabilkalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ishonchlisini sizlarga taklif qilib qolamiz. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Video roligimizga oxirigacha ko'rgan bo'lsalaring, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Rahmat hammaga. Sizga ham rahmat aka. Bo'l. Videoni ichiga qo'yib beraman.